Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Men Do'stmetova Tamara Nikolaevna, 101 iqtisod yo'nalishi birinchi kurs magistrant talabasiman. Men Husaynov Oybek Rustamovich, hozirgi kunda Xalq banki Anqa filialining boshqaruvchisiman. U bilan birgalikda hozir Osiyo xalqaro universitetini birinchi kurs magistraturasida o'qiyapman. Assalomu alaykum. Men adım Otajonov Arislan Saparbayevich. Osiyo xalqaro universitetining Xorazm viloyat filialida MM102 iqtisodiyot yo'nalishida birinchi kurs magistr talabasi bo'laman. Oxu Xorazm haqida fikringiz? Oxu Xorazm filiali menga juda ham yoqdi. Ta'limdagi sifat eng birinchi o'rinda turishi meni o'ziga jalb qilgan va bu yerda o'qish uchun, tayyorlanish uchun, ilm olish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Shunisi bilan menga ma'qul bo'ldi. Osiyo xalqaro universiteti bu respublika miqyosida o'zini o'rnini ega bo'lgan kuchli bir universitetlardan biri hisoblanadi. Bu universitetda tanlashimizdan oldin o'zimizning kelajakimiz, undan tashqari kuchli bilim va tafakkuriga ega bo'lgan ustoz murabbiylar borligi, chet el bilan hamkorliklari borligi, o'quvchilarga yaratilgan sharoitlar juda ham insonga, o'quvchilarga bizga nisbatan ruhiyatimizni doimiy ravishda ko'tarinki ravishda ushlab turuvchi ruhiyat va ustozlarning motivatsiyalari bo'lganligi uchun shu aynan Oxu Xorazmni saylaganmiz. Oxu Xorazm haqida fikrim juda yaxshi. Juda yaxshi deganimiz sababi professor domlalardan dars olyapmiz. Men undan dim xursandman. Ularga katta rahmat. Sababi bilmagan vajlarimiz dimjolli o'rgatib turibdilar bizlarga. Bizlar bilan dimjolli shug'ullanib turibdilar. Shuning uchun dim xursandman. Katta rahmat aytaman. Ilmiy ishingiz haqida gapirib o'tsangiz, nima uchun aynan bu mavzuni tanladingiz? Ilmiy ishimning mavzusi raqamli texnologiyalar yordamida ijtimoiy xizmatlarni yetkazib berish samaradorligi. Buni tanlashimdan maqsad bugungi kunda biz onlayn zamonda yashayapmiz va deyarli barcha xizmatlar raqamli texnologiyalar yordamida xalqqa yetkazilyapti. Ijtimoiy xizmatlar esa bu davlatning eng asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi va aynan shu tizimni chiroyli qilib yo'lga qo'yish, yanada takomillashtirish, xalqqa yetib borishini yanada yaxshilash maqsadida shu mavzuni tanladim. Ilmiy ishim to'g'risida gaplaydigan bo'lsam, men hozirgi kunda bank sistemasida ishlaganligim uchun bankni rivojlantirish, yana ko'p shogirdlar chiqarib, ularni tarbiyalash, shuning uchun shu temani tanladim. Ilmiy ishimizda asosan o'zi mavzusi mahalliy biznes uchun eksport potensialini oshirishning amaliy usullari deb hisoblanadi. Shu mavzuni saylaganimizdan sabab hozir dunyo miqyosida tadbirkorlik O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan yaratilgan ko'p sharoitlardan samarali foydalanishni, innovatsion yo'llarini o'rganish, ya'ni jahon miqyosida tajribalardan o'rganish, misol uchun rivojlangan mamlakatlardagidek Yaponiya, Xitoy davlatlari, AQSh shu kabi davlatlar tajribalarini o'zimizda, O'zbekistonimizda shu hayotga tatbiq qilish uchun va qiziqishimiz bo'lgani uchun rivojlanishlarga katta e'tiborlar qaratilib, yordamlar qaratilib turgani uchun shu sohani saylaganman. Sizning fikringizcha, magistrlik darajasida qaysi ko'nikmalar eng muhim? Magistrlikda eng birinchi ko'nikma bu intizom va mas'uliyat hisoblanadi. Chunki mas'uliyatsiz va intizomsiz inson hech qachon o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erisha olmaydi. Ikkinchisi bu endi albatta ilmiy fikrlash, yangiliklarni to'g'ri qabul qilish, ijodiy fikrlash va davom etaveradi. Eng asosiysi raqamli texnologiyalardan ham foydalanishni bilish kerak. Magistrlik darajasi uchun eng muhim ko'nikma, bu shaxsiy fikrimizni aytadigan bo'lsak, bu maqsadli ilmiy fikrlash va tanqidiy tahlil qilish qobiliyati deb hisoblayman. Hozir magistrlik darajasini o'tgandan keyin ilmiy ishlar qilamiz. Undan keyin hozirgi ishlab yurgan ishimizdan ham yana pog'ona yordam beradi. Ham undan tashqari o'zimiz ko'p bilimlarni yig'nab olib, o'zimizga ko'p foyda bo'ladi, shuning uchun o'qiyapman.